Uzilib qoldi. O'zbekiston 2030 strategiyasi haqida nechta maqsad, nechta vazifasi bor? Esimda yo'q. Ovoz- Ovozingiz kelmayapti. Bilmayman. Bilmaysiz. Yo'q, bilmayman. To'g'ri. To'rtinchi savol. Qayerda o'qiyman dedingiz? O'qish tugatganman. Narxos Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining Samarqand filiali. Iqtisodchi ekansiz o'zi. Ko'rinmas qo'l nazariyasini kim yaratgan? Qanday nazariya? Qaysi nazariyami? Ko'rinmas qo'l nazariyasi. Qo'l nazariyasida shunaqa. Buni ham bilmayman. Ha? Bilmayman buni. Rahmat, menda boshqa savol yo'q. To'rtta savoldan birortasiga javob bera olmadingiz. Savollarga e'tirozingiz bormi? Evet. Rahmat. Ha. Hozir aka. Beshta yo'nalish, beshta maqsad bo'ladi. Ha? Beshta yo'nalish, beshta maqsad bo'ladi. Nima dedi? To'g'ri aytmadingizmi? Yani buni uchun hukmat beryapti. Nima dedim men? Keldi, hozir aka nima? Tanishim mumkin. Assalomu alaykum. Men Hamid Firdavs bo'laman. Ma'lumotingiz Oliy, ma'lumotni oliy. 2025-yilda tugatganman. Iqtisodiyot universitetini, institutini, Davlat iqtisodchiman. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Familiyangizni boshqatdan aytib yuboring. Hamid Firdavs. Bektemir. Xo'p. Savol. Yosh deb kimga aytiladi? 14 yoshdan oshmagan, 30 yoshga qadar yoshlarga aytiladi. Shoshmasin. 14 yoshdan oshmagan bo'lsa, qanday 30 yoshga qo'yadi? 14 yoshdan oshgan, 30 yoshdan oshmagan shaxslarga aytiladi. Ya'ni chalg'ayapsiz. Ha, Hayajonlanasiz. tabii. Siz birov qilmaydi, so'kkan emas. Qo'shmay javob bering. 14 yoshga kirmasdan 30 yoshga qanday kirib qoladi? 14 ga to'lgan, 30 yoshdan oshmagan shaxslarga yosh deb aytiladi. Shunday deydi. 14 yoshga to'lmagan, 14 yoshga to'lgan, 30 yoshdan oshmagan yosh deydi. Shoshmasdan. Hop. Biz 92-sonli qaror o'z yoshlarga qanaqa qonun qarorlarni o'qidingiz? Biz so'ramoqman. Yoshlar yetakchilariga qanaqa mukofotlar berilishi. Qaysi qonun qarorlarni o'qidingiz? 92 sonli qaror. 92 ni o'qigansiz. O'zingiz aytdingiz, qani yoshlar yetakchisi namunali faoliyat ko'rsatgan yoshlar yetakchisi qanday mukofotlanadi? Yangi O'zbekiston islohotchisi nominatsiyasi beriladi. Ko'krak nishoni beriladi. Yangi O'zbekiston yangi Firdavs, islohotchisilar. shoshmasdan, siz birov quvgan emas, urishgan emas, so'kkan emas, birov ishdan haydab yuborgan emas sizni. Xo'p. Sekin o'ylab javob bering. Har bir javobingiz o'zingizga bo'ladi. Yangi O'zbekiston islohotchisi ko'krak nishoni bilan taqdirlanadi. Eng namunali yetakchilar. Birinchisi, yana 100 nafar har chorakda 100 nafar yetakchilardan oylik shartining 1 baravariga beradi.
har chorakda. Bir oylik maosh miqdori. Shunday mukofot sifatida yaxshi ishlagan yetakchilar. Yanachi? Yana endi yaxshi ishlagan yetakchilarga agar uyi bo'lmasa subsidiyaga yordam qilishi ham mumkin. Undan tashqari nima kamchiligi bo'lsa o'sha kamchiliklarni to'g'irishga yordam qilishi bo'ladi. Uylanmagan xotin olib beradimi? Nabi? Uylanmagan xotin olib beradimi? Yo'q, unaqa narsa emas. Masalan, Unaqa demakda bo'lmasa, kamchiligi bor deyilmaydi. Kamchilik emas. Sanab o'qishga o'tdingiz. yordam berish mumkin. Sanab o'tdingiz. Chalg'ib nimaga shoshyapsiz? Biron joyga ketyapsizmi? Yo'q. Boshqa. Ketayotgan bo'lsangiz, keyingi odam chaqiraylik shoshilgan bo'lsa. Yo'q, shoshgandim. Hop, keyingi savol. Yoshlar daftari nima ekan? Eshitganmiz shunaqa. Eshitganman. Nechi varaq u? Varaqni bilmayman. Endi yoshlar daftari asosan kam ta'minlangan, nogironligi bor, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan shaxslarni, yoshlarni kredit berish, ish bilan ta'minlash, ularni muammosini yechishda hal qilinadigan daftar hisoblanadi, ro'yxat. Faqat ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsanmi? Yo'q, kam ta'minlangan bo'lsa ham. Misol uchun men tadbirkorman. Ay, 30 yoshga to'lmaganman, yoshlar daftariga kira olamanmi? yo'q, umuman kira olmaysiz. Chunki ijtimoiy kam ta'minlangan nogironligi bor. Keyin ota-onasidan ayrilgan farzandlar kira oladi bu yerga faqat. To'g'ri, hozir 17-sonli farmon bilan to'g'ri aytyapsiz, lekin 92-sonli yoki 312-sonli qaror bo'yicha kredit yo'nalishi bo'yicha kirishi mumkin-da. Oilaviy farzandlarga kredit ajratib, ish bilan ta'minlashga ham kiradi-da. Endi men o'zim fikrim shunaqada. Hop, keyingi savol. Agentlik loyihalarini sanab beringchi. Qanaqa loyihalar bor? O'zchiz, Ustoz Ay, mutolaa, keyin Qizlar akademiyasi, yana bitta nima edi? O'zchiz, mutolaa, Qizlar akademiyasi. Hozir 5 ta borda: O'zchiz, mutolaa, Qizlar akademiyasi, Ustoz Ay, ibratli farzandlar. Ustoz nima ekan? O'zchiz, Qanaqa loyiha ekan? O'zchiz u shaxmat, u Ingliziyadan olingan-ku. Men aytyapman, sizlarga savol berdik. O'sha hop, keyingi savol. Mana yoshlar daftarida aytyapsiz, kam ta'minlangan, sharoiti og'ir oilalarga shunaqa yordami bor-da, ya'ni davolanish xarajatlarini qoplab berish degan. Bazaviy miqdorning 50 baravarigacha qoplab bersa bo'ladi. Uni davolanishiga qarab 50 baravarigacha bersak bo'ladi. Nimani 50 barobar? Bazaviy miqdorning Bazaviy hisoblash miqdori 50 barobar. 50 baravarigacha. Rahmat, mana boshqa savol yo'q. Nima uchun umrat farzandlari? Nabek Umrat farzandlari nima uchun endi? Yani olingan bir parcha. ibrat farzandlari endi ibratli bo'lish uchun ibrat farzandlari masalan ibratli bo'lib yoshlar yetaklash uchun olingan. Javob shumi? Shu javob. Biroq bu O'zbekiston va Sajidon hisobda. Tilshinosi. Shu tilda o'qiyotganlar shunga qiyoslanib
ibrat farzandlaridir. Endi o'sha ibrat farzandlar boshlariga dars berayotgan o'qituvchilar hammasi o'zlarini ibrat farzandlari sanashsin. O'shaning ibrat farzandlari dedi. Xo'p. To'g'ri. Savollarga e'tirozingiz bormi? Yo'q, yo'q. Rahmat. G'iyos bo'ldimi? Oldu, hazırlıklar. Kılıçlar. Rahmat. Cevabını aldık solasın. Gelmiyor yok var. Yana nomzod bormi? Bağlar kişi var için. Tamam. İşte bu insan tarafı. Sonra gelin çalışması. Terbiyesiz. Bizim bu da bir kaldı. Bakıyor oldu. Kaynak arkadaşlar makalesi lazım. Shoshmay, hurmatli nomzod, sal balandroq ayting, ism familiyangizni eshitmay qoldim. İsmim Xudoyberdiyev Xoliqul. Baxtiyor oldu. Tayloq tumani Sariqishloq mahallasidaman. Hozirda Samarqand Iqtisodiyot va servis institutida inson resurslarini boshqarish yo'nalishida o'qiyapman. Hurmatli nomzod, qani yoshlarga oid qanaqa qonun qarorlarini o'qidingiz? Yoshlarga oid davlat strategiyasi siyosatini bilaman. 2016-yilda qabul qilingan. 2020-yilda Yoshlar ittifoqi tashkil topgan. Shoshmay. Qaysi qonun qarorlari? Davlat yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun, yana qaysi? Yoshlar ittifoqi jamoasi tuzilgan. Tashkilot. Yo'q, qonun qarorlari, qanaqa qaror? Man yoshlar ittifoqi tuzilishi ham u ham qonun bor, bu ham qarori bor, prezident qarori bor. Xo'p, yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun 2016-yil qabul qilingan. Shunda yosh oila degan tushuncha bor. Yosh oila deb kimlarga aytiladi? Yosh oila oila qurilgan 26 yoshga to'lgan fuqarolarga aytilsin. Javobingiz shumi? Ha, Javobingiz noto'g'ri. Yosh oila deganda er va xotin 30 yoshdan oshmagan bo'lsa, ya'ni oila qurgan vaqtida yosh oila sifatida aytiladi. Ikkinchisi, yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun nechta modda, nechta bobdan iborat? O'qidim deganingizga savol bering. bilmadim. Hatırlayın. Bilmadim. Ya o'qidim dedingiz-ku. Yo'q, o'qigandim, yonimda emasda. İyi, asılsız bir ülkeye göre. İşte bu. O'qidingizmi o'zi o'qimadingizmi? O'qidim. Nima bilmaysiz o'qigan bo'lsangiz? Qonunni so'rayapti, ondan so'radim. Qonunning nechta haligi borligini bilmaysizmi? İşte bor. Nechta ondan. Keyin savolga o'tiring, aslida. To'rt bor. Uchinchi savol. Qayerda o'qiyapman dedingiz? Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti. Institutda o'qisangiz, iqtisodchi bo'lsangiz sizga savol. Ko'rinmas qo'l nazariyasi bor. Qanday nazariya? Ha? Adam Smith tomonidan Ha? ilgari surilgan. Bunda har bir inson o'z manfaatini ko'zlab harakat qiladi. Buning natijasida jamiyat ham rivojlanadi. Rahmat. Kimlarga qarab aytilgan shu? Kimga ta'rif berilgan? Hozirgi kunda kimga ta'rif berilgan shu? Fuqarolarga, Tadbirkorlar. tadbirkorlarga. Hop, to'rtinchi savol. Xo'sh, yoshlar yetakchisiga oylik maoshlari qanday to'lanadi? Misol uchun men 8 soat ishlaganim uchun oylik olaman. Yoshlar yetakchisiga mahalladagi
xonadonlar sonidan kelib chiqib, uy xo'jaliklaridan kelib chiqib to'lanadi. Hozirgi kunda 500 nafar, birdan 500 nafar, 100dan 500 nafar oila xonadon soniga 5.775.000 shunday chiqadi. 500 bitta agar uy xo'jalik soni bo'lsa, oylik yana ko'tarilishi mumkin. Endi baland ketgan. Balandroq bo'ladi. Olib shoshmang. Mana biroq quvgan emasmisizda? Yo'q, yo'q. To'liqroq javob beringda. Yo'nalish to'g'ri olyapsiz, noto'g'ri ketyapti. Qanday to'lanadi? Biroq urushgan emas, so'kkan emas. Bemalol o'ylab javob bering. Mahalladagi uy xo'jaliklar soniga qarab to'lanadi. Shuni javobingiz? Ha, Noto'g'ri. Boshida to'g'ri ketayotgan o'ylaymizda. Qaytaring mana aytgan fikringizni. Boshidan boshlang. Shoshmang, o'ylab. O'qigansiz shuni javob berdingiz. Hozir faqat sal yo'nalish xato oldingiz. mahalladagi xonadonlar soniga qarab, masalan 100 dan hozir 500 nafar xonadon soniga oyligi 5.775.000 shu atrofda. To'g'ri, 500 tagacha bo'lganlarga nechi baravari, u summasini aytmang, nechi baravari 5 barobar. yashang. Keyingisi. Keyingisiga 6 barobar bo'lsa. Nechtadan nechtagacha bo'lsa 6 baravar. 500 bittadan 700 ga yaqin, 700 tagacha bo'lsa. 600 tagacha. 500 bittadan 600 tagacha. Ang o'ldirdingizda endi. Bo'ldimi javobingiz shuni? Ana shu Noto'g'ri javobingiz. Boshidan to'g'ri berdingiz. Xonadonlar soniga qarab. Xonadonlar soniga qarab to'lanadi. Birinchisi 500 tagacha bo'lgan 500 tagacha. 5 baravari mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 5 baravarigacha. 500 bittadan 1000 tagacha bo'lsa 5,5 baravar. 1000 tadan ortiq bo'lsa 6 baravar. Xonadon soniga qarab, uy xo'jalik soniga qarab emas. 5 baravar. 1000 taga Bitta xonadonda 3 ta xo'jalik. 1000 tadan ziyod bo'lsa, ajoyib bir o'qisa. Shu xonadon sonini aytyapti. Bitta xo'jalik. Bitta uyda 3 ta xo'jalik bo'lsa, shuni son. Hop, yana bitta savol. To'g'ri. Oxirgi savol. Yoshlar yetakchisi, namunali faoliyat ko'rsatgan yoshlar yetakchisi qanday mukofotlar bilan taqdir etiladi? Davlat tomonidan agar bu uy olmoqchi bo'lsa, Yoshlar ittifoqi tomonidan uyning 50% subsidiya berishi mumkinligi. Biz qaysi tashkilotmiz? Yoshlar ittifoqi. Yoshlar ittifoqimizmi biz? Anchiraga albatta qaysi tashkilot ishlari agentlik. Yoshlar ittifoqi alohida tashkilot. Yoshlar ittifoqi. Savolga javob bering. mahallada yoshlar yetakchisini mukofotlash qanday bo'ladi? Qanaqa turlar bor mukofotlar? O'shani ayting. Turlar bilasizmi? Bilmayman. Arjir aka bo'ldi savol. Savollardan e'tiroz bormi? Yo'q. Savollarda e'tirozingiz bormi? Yo'q. Rahmat. Javobni olasiz, yozgan savol. Mayli, rahmat.